Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa beadad hamd va sano, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga behisob durud, salovat, salomlarimiz bo'lsin. Bugun mana chorshanba, 5-noyabr kuni Chikagodan Los Anjelesga mana qadrdonlarimizni huzuriga sog' salomat yetib keldik. Inshaalloh bu safarimiz Qur'on safari, Xudo xohlasa. Alloh taolo xayr, baraka, yaxshiliklarga vasila qilsin safarimizni. Inshaalloh mana shundoq yurtimiz bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mo'min musulmonlar, Kanadadagi, umuman Shimoliy Amerikadagi mo'min musulmonlar bilan aloqalarimiz eng go'zal holatda bo'lsin. Mana bu yil boshlanishi juda muvaffaqiyatli o'tdi musobaqalarimiz. Inshaalloh Alloh taolodan umid qilib duo qilib qolamiz. Har yili bo'lsin, davomli bo'lsin. To qiyomatga qadar inshaalloh Qur'on musobaqasi, mana shunaqangi ilmiy musobaqalar bo'lishligini Parvardigor o'zi nasib qilsin. Mana shu sohada xizmat qilayotgan hamma Amerikadagi, shtatlardagi o'zbek jamiyat rahbarlariga fursatdan foydalanib o'zimizni minnatdorchiligimiz, tashakkurimizni izhor qilamiz. Baraka, o'rog'imizni qo'ysinlar, duo qilamiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Yuqorida Qorakam aytganlaridek, Qur'on musobaqasi munosabati bilan qilingan bu safar alhamdulillah endi ilmiy suhbatlar bilan davom etyapti. Oldingi shtatlarda ham o'zbek vatandoshlar bilan uchrashuvlar bo'ldi. Yangi ochilayotgan masjidlarga tashriflar bo'ldi. Bugun mana Los Anjelesdamiz. Yana mana shunday vatandoshlar bilan diydorlashish, ular bilan ba'zi bir fikrlarda muhokamalar qilish rejalari bor. Alloh subhanahu va taolo hammamiz uchun manfaatli aylasin. Alloh safarimizni muborak qilsin, bexatar qilsin. Xayr, baraka, yaxshiliklarga vasila aylasin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Rahmat, salomat bo'linglar.